Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun shunday bir kerakli bir video obzor olishni niyat qildik. Ya'ni mashina bo'yicha bu yoqqa qarab tur. Xullas, menda bo'lib o'tgan muammoni men yechimini topdim. O'sha yechimini sizlarga aytib o'tib ketmoqchiman. Nimaga desa, bu yechimni men javobini topgunimcha где-то bir 10 kunlar bo'ldi. Ketini ko'lab, oxiri buni yechimini topdim. Nimaga desa, где-то bir 20 tacha ustani yoniga borib maslahat olib, o'shandan keyin bu problemani o'zim yechimini qildim-da, ustranit qildim. Buni qanaqa qilib yechimini topganimni hozir sizlarga bir chetdan nima bo'lganini va qanaqa yechim topganini hozir aytib o'taman. Shu meni bilishimcha ko'pchilikda mashina bor. Bu problema ko'pchilikda ham uchrab tursa kerak. Bu gaz taraflama, bu metan taraflama. Ya'ni meni mashinamda 5 yil bo'ldi o'rnatilgan metan. Ya'ni prostoy pokoleniya, 3-pokoleniya. Agar mana bunaqa sizlarnikida ham emulyator bo'lsa, bu 3-pokoleniya bo'ladi. Agar bu narsasi bo'lmasa, 2-pokoleniya bo'ladi. Bu narsani o'zim qo'yib, benzindan gazga o'tayotgan payti mashina o'chib qolish holatlari bo'ladi-da. O'sha o'chib qolish holatini oldini oladigani mana shu bo'ladi. Emulyator deyiladi bu narsa. Bu narsa mashina shu benzindan gazga o'tayotgan payti qaltirashi bo'ladi yoki o'tolmay o'chib qolishi bo'ladi-da. O'shani qo'yib yuborsangizlar, sizlarda unaqa problema bo'lmaydi. Ya'ni uyda o'tirib pultda yoqish juda udobni bo'ladi. Keyin bu narsani qo'ydirganimga 6 oy bo'ldi. Metan qo'yilganiga 5 yil bo'lgan. Xullas, menda nima problema bo'ldi? Shu mashinani 6 oy, 7 oylarcha chamasi oldin oldim. Olgan paytim ham shu problema bor edi. Mashina nahadu yurib ketayotgan payti gazga o'tib, benzinga o'tib, yana gazga qaytardi. Benzinga o'tib, yana gazga qaytardi. Bu siz katta tezlikda borayotgan paytingiz mashinada juda katta siltanish bo'ladi-da. Bir nima deydi, odamga ham, mashinaga ham juda noqulaylik tug'diradi. Keyin men yurdim, bu problema avvaliga oyida 2 marta bo'lardi. Keyinchalik haftada 1-2 marta bo'lardi. Hozirgi kunga yetib kelib, bir kunda 4-5 marta bo'lib boshladi bu problema. Keyin men usta qatnay boshladim. Boshda bitta ustaga borgandim. U kishi aytdilarki, ichkaridagi emulyatordan, ya'ni ichkaridagi включатели bor, o'shandan deb aytdi. O'sha включателini men yangitdan qo'ydim. Bu bilan meni problemam hal bo'lmadi. Keyin men yana usta boradigan bo'ldim. Yana bitta ustaga borsam, mana bu katushkadan dedi. Ya'ni bu magnitniy включатель vazifasini bajaradi. Mana bu katushka. Lekin kecha bir akaxonning videosini ko'rgandim. 95% metan reduktorda bu katushka kuymaydi. Ya'ni 95%. Buni ham tekshirishning yo'li bor. Mana bu yerda ikkita nimasi bor, shtekeri bor. O'sha shtekkerni chiqarib turib, mana bu multimetrda prozvonka qilib tekshirsangiz bo'ladi. Buni qarshiligi o'zini amperiga bog'liq. Например, 12 volt 11 amper bo'ladigan bo'lsa, 12 ni 12 ga ko'paytirib 11 ga bo'lasizlar. Buni qarshilik kilo ohm kelib chiqadi. Ana kilo ohmda o'lchab ko'rasizlar. Qarshiligi to'g'ri keladigan bo'lsa, demak ishlayapti. Bu ish holatida o'z aksariyat 95% odamda bu narsa kuymaydi. Keyin bu narsadan emas ekan. Men bu narsani ham yechib, ichini shtoklarini ham tozalab, yangilab ko'rdim. Keyin yana bir yerga borgandim. Kuzovdan nima olinar ekan bu? Ichkaridagi включателga massa. O'sha massa slabi bo'lishidan deb aytishdi-da menga. Men xo'p dedim, massani yangitdan qo'ydim. Mana massani mana bu yerga urganman. Bu to'g'ri ichkariga включателga borgan. Mana bu yerdan ko'rib turganlaringizdek, mana. To'g'ri.
Lekin bu bilan hal bo'lmadi, hech problema. Keyin yana bitta usta aytdi, impulsli provoda dedi. Ya'ni mashina yongan payti mana bu switcher provodadan tok o'tganini bu sezib, men o'sha включательga buyruq berar ekan, ana buyruq bergandan keyin katushka ochar ekanda, mana bu magnitli katushka. Keyin buni nima qildim? Buni ham дополнительный yana bitta sim u yerga ulab, o'shani yana olib keldim, mana ko'rib turganingiz bu yangi sim bu. Kelib mana bu yerga ildirib qo'yganman, ya'ni ikkisi bir xil vazifani bajaradi. Просто bu ichkari tarafdan где-то обрыв bo'lgan bo'lsa, balkim bu ishlab qolar degan maqsadda buni ham ildirdim. Bu bilan ham problema hal bo'lmadi. Keyin yana nima qildim? Keyin yana ustalarga bo'ldim. O ustalar mana bundan deyishdi. Ya'ni bu bitta usta aytadi, bu unga daxli yo'q, bu faqatgina benzindan gazga o'tayotgan payti mashina o'chib qolmaslikni yechimini qilib beradigan narsa deyishdi. Xullas har xil ustadan har xil fikr oldim. Shu hammadan olgan fikrlarimni sizlarga ulashib o'tmoqchiman. Keyin elektrikka bordim. Oxir bitta ustaning vaqti yo'q ekan, ko'rish kerak dedi. Elektrikka bordim, shu hammasini tushuntirdim. Nima deydi uni? Har bir ustaga borib, shu bir xil holatni tushuntiraverib, o'zim ham papugay bo'lib qoldim. Juda bir hammaga bir nima deydi, bir yoqimsiz holat, bir xil nimani problemani har kimga borib aytishni o'zi bo'lmaydi-da, charchatadi odamni. Keyin unga ham shu holatni tushuntirib berdim. U aytdiki, mana bu impulsli provodani, ya'ni simni o'sha simdan bo'ladi dedi. Men aytdim, o'sha simni ham yangidan tortdim mana deb ko'rsatmadim-u, lekin u kishi aytdi, switcher provodadan bo'ladi dedi-da. Shundan ham bo'lishi mumkin dedi, lekin bo'ladi demadi. O'sha где-то ustaga bordim, bu ustaga bordim, bir где-то общий bugun switcher provoda ham sotib oldim, 500 minglarga borib qoldi o'sha расходimda, shu problemani hal qilish uchun. Keyin hop dedim, da chiqdim, da switcher provoda sotib oldim. Sotib oldimda o'zim avvaldan bilardim, esimda chiqibdi-da, bu switcher provodani qanaqa qilib tekshirish. Hozir switcher provodalarni ham qanaqa qilib tekshirishni sizlarga ko'rsataman. Buni aksariyat hollarda ustalarga borsangiz, sizga switcher provodani yechib almashtiring deydi, lekin uni tekshirib bermaydi-da. Masalan, buni yechib bitta multimetrda prozdvonka qilib tekshirib, agar almashtirish kerak bo'lsa, keyin almashtirsa bir maqsadga muvofiqda har bir narsaga ham расход qilaverish hech kimga yoqmaydi. Lekin menga na bir switchani tekshirib beradigan usta bor. Metanchilar menga katushkani ham tekshirib berish olmadi. Buni ham men o'zim tekshirishni o'rgandim. Ya'ni internetdan ko'rib. Bularni tekshirishni esa bilardim. Mana bu switcher bilan switcher provodani. Ana keyin switcher provodalarni yechib oldim. Yechib olgandan keyin tekshirdim. O'zini eskilarini tekshirdim. Mana hozir bittasini mana bu yerga qo'yibman. Men o'zim tekshirish udobli bo'lishi uchun. Keyin eskilarini tekshira boshladim. O'shalarning ichida bittasi uzilgan ekan. Lekin mashinani yurish holatiga вообще ahamiyati yo'q edi. Mashina turtilmasdi yoki paqildamasdi, вообще hech qanaqa bir holat bo'lib, buni uzilganini bildirmasdi-da. Ana undan keyin tekshirsam bittasi uzuk chiqdi, qolgan 3tasi yaxshi ekan. Mana bunda korobkaga solib qo'yibman, zapasnoy qilib, uzilganini o'sha yerga tashlab yuboribman-da, esimda yo'q. Hozir sizlarga ko'rsatardim, lekin qanaqa qilib tekshirishni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Keyin yangisini qo'ydik. Yangisini tekshirib, bitta multimetrda tekshirib qo'ydim. Yangisini qo'ygandan keyin bular hammasi ishlayapti. Problema hal bo'ldi, ko'rganlaringizdek. Keyin meni Samarqanddan, Namangandan o'sha taraflarda o'zimizning hamkasb ustalar bor. Men endi o'zimning kasbim boshqa. O'sha ustalardan ham nima so'ragandim.
maslahat so'ragandim. Ular ham o'zini tanishlaridan so'rab menga maslahat berishdi. Ya'ni bu suycha ishlamagan taqdirda ham buni mana bu yerga ham ulab ko'rsa bo'lar ekan. Mana bu. Ya'ni katushka bor-u mana bu. Nima deydi uni? Bobina. Mana bu bobinani mana bu prodasiga mana bu yeriga ulasa ham bo'lar ekan. Men buni keyin bildimda, bularni qo'ygandan keyin. Mayli, hech qisi yo'q. Eskisi zapasda turaveradi. Keyin buni qanaqa qilib tekshiradi? Xullas, shu bilan meni muammom hal bo'ldi. O'ylaymanki, bu video yurtdoshlarimizga foydali bo'ladi. Endi men sizlarga bir chetdan gapirib o'tdim. Videomiz ham ozgina cho'zilib qoldi. Foydali bo'lgan bo'lsa. Xullas, hozir sizlarga buni qanaqa qilib tekshirishni ko'rsataman. Любой bir multimetrni olasizlar. Ya'ni buni kilo ohmni o'lchaydigan parametrga qo'yasizlar. Xullas, mana bu yerda ham prozvonka, ham kilo ohm mana ko'rib turganlaringizdek. Mana bu shupini olib, mana bularni kontaktiga tekkizamiz. Tak. Bir o'zim bo'lgani neudobno bo'lyapti. Tak. Avto rejimga qo'yib qo'yamiz. Mana kilo ohm. Mana ko'rib turganlaringizdek 556 ko'rsatyapti. 5,5 kilo ohm qarshilik. Bu o'zi aslida 2 dan 10 gacha bo'lsa, normalni ishlab turgan holati bo'ladi. Ya'ni bu provodamiz, mana bu suycha provoda ishlayapti mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana buni ichidagi qolganlari ham ishlaydi. Shunaqa qilib tekshirib ko'rganman. Agar bu 10 dan ziyod bo'lsa, где-то bir 15 largacha bo'lsa, uni alishtirish shart emas. Agar 15 dan ziyod bo'lib ketsa, uni alishtirish kerak. Keyin buni ichi utilgan bo'lsa, bu hech nima ko'rsatmaydi. Mana shunaqa bo'lib qolaveradi. Mana bunaqa qilsa, mana ko'rsatyapti mana. Bu switcha provodani tekshirish. Keyin hozir switchani o'zini tekshirishni o'rgataman sizlarga. Prosta buni tekshirib, ana keyin kuygan bo'lsa yoki ishlamay qo'ygan bo'lsa, almashtirsangizlar maqsadga muvofiqda. Endi o'zimga neudobno bo'lyapti. Tak. Xullas, mana 5 kilo ohm ko'rsatyapti switchani o'zi. Switcha esa 2 dan 7 gacha bo'lishi kerak. Switchani qarshiligi, eslab qolinglar, 2 dan 7 gacha bo'lishi kerak. Hozir bir qo'lda neudobno bo'lyapti. Mana 5. Demak, bu switchamiz ishlayapti. Xullas, mana shunaqa qilib sizlar mashinadagi mana bu switchani kabelini ham, switchani o'zini ham tekshirib olishlaringiz mumkin. Tekshirib, bir qator tekshirgandan keyin aniq ishlamayotganiga ishonch hosil qilganingizdan keyin buni almashtirsangizlar bo'ladi o'zlaringiz uy sharoitida. Buni ham tekshirsangizlar bo'ladi. Buni ham internetga kirib o'rganib olsangizlar bo'ladi. Mana bunaqa xilidan olsangizlar, avtoda qo'yib hamma narsani tekshirib olaverasizlar. Videom shu bilan videoni yakunlayman. Videom yoqqan bo'lsa, kommentariy yozib, like bosib ketib o'tasizlar deb o'ylayman. Shu bilan videomiz tamom. O'ylaymanki, yurtdoshlarimizga bir foydali video bo'ldi deb. Xayr, sog' bo'ling, sog' salomat bo'ling. Hech kimning mashinasi buzilmasin.